Аңлаватқаныңлар Мәркәзи Халык радио станциясының Бейҗиңдән беріп атқан программасы. Assalamu alaykum hörmətli radio anlıqçılar. Ədəbi anlatış proqramımızda anlaşılığını qarşı alırıq. Bugünkü proqramımızda yazğıcı Əbeydullah İbrahimning Şinjan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Dağ namlıq tarixi romanını anlatışını başlayırıq. Bir düşman yurtlarga yopurulib kelib etibdi. Padişahlarni xabardor qilinglar. Fuqarolarga aytinglar, ketishdanlar, bir umr dag'da qolasizlar. Faqir Xotan diyarining oliy hukmroni Yaqubbek oliylarining yaqin quli Niyoz Hokimbekdirman. Ko'zini o'yganning ko'zini o'y, tishini to'kkanning tishini to'k. Qisasga kelganda ota-onang bo'lsa-mu ayab o'ltirma. O'zini kartlarni tepib, minsni chuvatmisam, oy Muhammad degan itini yo'tib bitaman. Manjolar toza hadidan eshibdi. Badavlat oliylardek katta podshohga o'zini chaqlay olmay shiltin o'tqini nemisi u kuffarlarni. Umri voyat hech kimga ishonmading. Hamma odamdan gumonlanding. Mana endi otliq muhabbatimdan gumonlanib turibsan. Abdur haqida. Shoir, yozuvchi Abeydullah İbrahim o'ziga xos ijodiyat yo'li va ijodiyat muvaffaqiyati orqali yangi davr Uyg'ur adabiyotining taraqqiyotiga, gullanishiga ko'rinarli to'p qo'shgan asarlari keng o'qirmanlar va adabiyot sohasidagilarning qoyilligiga, yuqori bahosiga erishgan munavvar adiblarimizning biri. U adabiy ijodiyatning hamma sohalarida degudek qalam tavratgan. Lirikalarda millatimizning madaniyati, urf-odatlari, xarakteri alohidliklarini ifodalagan bo'lsa, dostonlarda davrning muhim masalalarini aks ettirgan. Hikoyalarda murakkab ijtimoiy reallikni, kishilik munosabatlarni, hayot masalalarini yozgan bo'lsa, romanlarda zo'r tarixiy voqealarni tasvirlagan. Uning har qaysi janrlardagi ijodiyati xos alohidliklarga va o'rtoqliklarga ega. Bo'libmi, uning lirika va roman ijodiyatidagi muvaffaqiyati alohida gavdalik. U munavvar adiblarimizning biri bo'lib qolmasdan, balki yana davrimizdagi dangliq jurnalistlarning biri. Uning jurnal boshqarish, jurnal chiqarish jihatlaridagi natijasi umumiy e'tirofga ega. Abeydullah İbrahim 1951 yili Xotan viloyatining Chiri noyisida ma'rifatparvar hunarvan oilasida tug'ilgan. 1957 yildan 1966 yilgacha boshlang'ich va o'rta maktablarda o'qigan. 1966 yildan 1972 yilgacha qayta tarbiya olish uchun o'z yesiga qaytarilib, dehqonchilik bilan shug'ullangan. 1972 yili Şinjan universitetining adabiyot fakultetiga o'qishga kirgan. 1976 yili o'qish bitirib, Şinjan yoshlari jurnali redaksiyasiga taqsim qilingandan buyon shu redaksiya qarmog'idagi Şinjan yoshlari jurnali va Xanzu til yozig'ida nashr qilinadigan Subay jurnallarida bosh muharrir bo'lib ishlagan. Abeydullah İbrahim hozir Şinjan yoshlari jurnalining oliy muharriri, Avtonom rayonluq yozuvchilar jamiyatining muavin raisi. Abeydullah İbrahim 1964 yili Xotan gazetida e'lon qilgan Talmaydigan beliki nomli she'ri bilan adabiy ijodiyat sohasiga kirib kelgan. Garchi uning ijodiyati har xil janrlarda bo'lsa-mu, dastlabki bosqichda she'riyat asosiy o'rinda turdi. U ijodiyatga yangi kirishganiga, ijodiyat sohasida shaklvozlik, shuorvozlik, so'lchillik asosli xohish bo'lib ketganiga qaramay, shu yillarda yana yulg'un chechki, yoshlik naqshisi, terin pasli, hayotdan xotirlar, gul yezan qatorliq bir turkum she'rlarni yozib, bu she'rlarda vatanni, xalqni, emgakni ulug'lab va ma'lum badiiy saviya yoritib o'zgacha ijodiyat yo'li tutgan
va o'zining she'riy ijodiyatdagi o'tdek qizg'inligi ham she'riy talantini oshkorlagan. Shoir 1970-yillarning oxirlari, 1980-yillarning dastlabida she'riyat ijodiyatining eng gullangan bir davrni boshlab, o'zining kishilarni qoyil qiladigan she'riy talantini, o'zgacha ko'zitish, o'zgacha fikr qilish, ajoyib she'riy unum paydo qilish iqtidorini 3 g'azal, Xotan qag'izi, Atlasga Muhammas, Muqam haqida Muhammas qatorliq esil lirikalarda namoyon qilgan. Bu liriklar Abaydulla Ibrohimning o'sha yillardagi she'riyat ijodiyatining yuqori pallasiga vakillik qilib, o'qirmanlar orasida va adabiyot sohasida kuchli ta'sir qo'zg'agan. Shoirning Qashqarda kech, Qashqar bog'chisi, Qashqar ustisiga qatorliq she'rlardan tashkil topgan 3 g'azal Abaydulla Ibrohim lirikalarining yuqori pallasiga vakillik qilib qolmasdan, balki yangi davrdagi g'azalchilarimizdimi nihoyat muhim o'rinda turdi. Qashqar haqidagi bu bir yurish g'azallarda shoir bu qadimki madaniyat markazidagi tipik vakillik xarakterdagi jonliq ko'rinishlarni ajoyib hayajon, qizg'in muhabbat, esil misralar orqali tasvirlab, til bilan ifodalab bo'lg'usiz bir xil estetik unum yaratgan. Xotan qag'izi, Atlasga Muhammas, Muqam haqida Muhammas qatorliq she'rlaridami shoir ijodkor, amgakchan, madaniyatlik ajdodlarimiz yaratgan qog'oz, atlas, muqamlarning moddiy va ma'naviy hayotimizdagi rolini muayyanlashtirib, yuksak darajadagi vatanparvarlik, xalqparvarlik ruhini ifodalagan. Bu she'rlardan ko'rib bilish tas emaski, Abaydulla Ibrohim klassik shakllarda yaxshi yoza oladigan va uning ma'lum saviyasini yaratgan hozirgi zamon shoirlarimizning biri. Bu she'rlarga obzorchilar yuqori baholarni berishgan. Yuqorida ismi atab o'tilgan o'sha she'rlarda shoir xalqimizning moddiy va ma'naviy ijodchiligining mahsuli bo'lgan, Uyg'ur madaniyatining qimmatli boyligi hisoblanadigan muqam, mashrab, urf-odat, gilam, atlas, qog'oz qatorliqlarni qizg'in muhabbat bilan madhiyalab, o'zining ijodkor ajdodlarimizga bo'lgan cheksiz hurmatini badiiy yuksaklikda turib ifodalab bergan. Abaydulla Ibrohim ijodiyatida dostonchilikmi nihoyat muhim o'rinda turdi. U 1970-yillarning oxirlarida doston yozishga kirishgan. 1970-yillarning oxirlari, 1980-yillarning boshlarida dostonchilikda nihoyat zo'r ijodiyat muvaffaqiyatiga erishgan. 1978-yildan 1983-yilgacha bo'lgan qisqagina 5 yil ichida u ilgari keyin bo'lib Gulzubar, Po'lat, Do'stumning xotirasi, Chimanda to'y, Qora va oq, Hasan Husan qatorliq yirik dostonlarni yezib, yangi davrdagi Uyg'ur dostonchiligiga munosib tuhfalarni qo'shdi. Shoirning bu bir qator dostonlari ichida Qora va oq dostoni vakillik xarakteriga ega bo'lib, shoir bu dostonida sanoat temasini yozgan. Uningda ko'mirkon ishchisi Tal'atning kasb va muhabbat jihatdagi sarguzashtlarini aks ettirgan. Dostonda shoir voqelikni bayon qilish bilan cheklanib qolmay, yana hayot haqida, go'zallik haqida, kasb haqida, qalb haqida cho'nqur muhokamalarni ilib borgan ham yangicha qarashlarni o'ttirib qo'yib, asarni mazmun jihatdan yuksaklikka ega qilgan. Do'stumning xotirasi shoirning yana bir yirik dostoni bo'lib, uningga bosh qahramon Sarsoniyning ofatli yillar, madaniyat zo'r inqilobi mazgildagi echinish sarguzashtlari, fojialik taqdiri orqali bir avlod ziyolilari boshdan kechirgan echinishli qismatlar aks ettirilgan. Shoir dostonida mukammal bir butun voqelik orqali davr realligini keng va mohiyatli kuzatgan va muhim masalani o'ttirib qo'ygan. O'xshamagan xarakter alohidliklarga ega bir turkum personajlar obrazini yaratib, hayot haqidagi o'ylarini o'ttirib qo'ygan. Dostondagi kaskin ziddiyat to'qinishlar, o'xshamagan taqdirlar kishiga chilliq tuyg'usi baxsh etsa, kuchlik lirika va o'zgacha muhokamalar kishiga badiiy zo'q bag'ishlaydi. Abaydulla Ibrohim o'z navbatida yana tunilgan yozuvchi. U 1980-yillarning boshlaridan tortib hikoya ijodiyati bilan shug'ullanib, ajoyib ko'zlar,
Yer, kun nadin chiqidi? Seriq sabda. Hay odamlar, inson qadri. Kulaymu yo yig'laymu qatorliq bir turkum yaxshi hikoyalarni yozib o'qirmanlarga sundi. Yozuvchining ko'z tutish nuqtasi, fikr qilish usuli o'zgacha bo'lg'achqa, bu hikoyalarda turmushning oddiy ko'rinishdagi taraflari yozilib, mohiyatlik masalalar aks ettirilgan. Bu hikoyalar kuchli ta'sirlantirish kuchiga ega. Kishining qalbini hayajonga soladi. Yozuvchi bu hikoyalarda turmushdagi amaliy, jonliq voqealarni, xarakterlarni yuksak darajada umumlashtirib ham adabiylashtirib yozib, davrimiz kishilarining madaniyat saviyasi, axloq qarashi, odamlik saposi haqidagi ko'z tushlarini, mulohizalarini, qarashlarini qiziqarli, ta'sirli voqealik va jonliq badiiy obrazlar orqali o'ttirg'i qo'ygan. Yozuvchi o'zining bu bir turkum munavvar hikoyalari orqali odam haqida izlangan, hayotlikning qimmati, ahamiyati haqida muhokama yurgizgan. Bu jihatdan qaraganda uning hikoyalaridagi voqealik va personajlar maqsad emas. Uning hikoyalari hajm jihatdan ixcham, ommabop, o'zgacha qurilma mahorati bilan yozilgan. Uning hikoyalarida til nihoyat mohirlik bilan ishlatilgan bo'lib, kishiga kuchlik estetikalik zo'q bag'ishlaydi. Abaydulla Ibrohim keyincha hikoya ijodiyatidan roman ijodiyatiga o'tib, 1988-yili Tundagi chaqmoq nomli tarixiy romanini, 1996-yili Dog' nomli tarixiy romanini, 2006-yili Bo'zdala nomli tarixiy romanini nashr qildirdi. Yozuvchining bu 3 parcha romani muvaffaqiyatli yozilgan romanlar bo'lib, qizg'in olqishga, yuqori baholarga sazovor bo'ldi. Yozuvchining tunji romani hisoblanadigan Tundagi chaqmoqda Xotanning Chiri noyisida milodiya 20-asrning 10-yillarida yuz bergan xalqning Chin sulolasining mustabid, chirik hukmronligiga, yerlik feodal bag amaldorlarning dahshatli zulmiga va chet el tajovuzchi kuchlarga qarshi elib borgan bir qitimliq ko'lami cho'ng dehqonlar qo'zg'oloni tasvirlangan. Yozuvchi mo'l tarixiy bilimi, atrofliq turmush bilimi va kuchlik badiiy tasavvuri asosida tarixiy voqealarni, shaxslarni qaytadan jonlantirib yozib, romanni ham tarixiy chilliqqa, ham badiiy ta'sirlantirish kuchiga ega qilgan. Yozuvchi romanida xalq qo'zg'olonining tarixiy muqarrarlik ekanligini ko'rsatib qolmasdan, balki yana cho'nqur muhokamalarni yurgizib, mohiyatlik masalalarni o'ttirg'i qo'ygan. Romanda Supurgi Oxun, Seyit Hoji, Oblis Qori, Abdulla Chaqqon qatorliq bir turkum ro'shan xarakter alohidlikka, tipik ahamiyatga ega personajlar obrazi yoritilgan bo'lib, yozuvchining obraz yoritish jihatdagi alohidligi haqiqatan kishini qoyil qiladi. Yozuvchi romanida tarixiy tarkiblar bilan badiiy to'qilmaning munosabatini nihoyat yaxshi bartaraf qilg'achqa, bu roman ismi jismiga loyiq tarixiy roman bo'lib chiqqan. Abaydulla Ibrohim Tundagi chaqmoq romani orqali o'zining romanchiligiga asos solgan bo'lsa, Dog' romani orqali roman ijodiyatining yuqori pallasini yaratgan. Dog' tarixiy roman bo'lib, u Abaydulla Ibrohimning vakillik xarakteriga ega yirik asari. Shundaqla yangi davrdagi Uyg'ur romanchiligida maydonga kelgan nodir romanlarning biri. Romanda milodiya 19-asrning keyingi yerimida yurtimizda yuz bergan bir qator tarixiy voqealar orq ko'rinish qilinib, aksiyatchi, mustabid hukmronlar, zolim bag amaldorlarning al yurtga elib kelgan tugimas baloyo ofatlari, vayronchiliklari, buningga chidab bo'lolmagan xalq ommasining qo'zg'ilib elib borgan kurashlar tasvirlangan. Yozuvchi mo'l tarixiy bilimi asosida asarni kuchlik tarixiy chilliqqa ega qilib, xalqimiz tarixidagi o'sha bir qitimliq jangovar kurashni badiiy yuksaklikka ko'tarib tasvirlagan. Yozuvchi tarixni yozganda nuqul tarix bilan cheklanib qolmay, balki yana badiiy tasavvur, to'qilmalar bilan asarning badiiy jalb qilish kuchini zo'r darajada oshirgan. Texmi qimmatli bo'lgani shuki, yozuvchi tarixiy voqealarni, tarixiy shaxslarni qaytadan ko'rsatib qo'yish bilan cheklanib qolmasdan, balki o'sha tarixiy voqealardan, tarixiy shaxslardan bugungi zamon kishilari uchun
savaq bo'ladigan tajribalarni yakunlab, romanning ijtimoiy unumini zo'r darajada oshirgan. Yozuvchi o'z ijodiyat alohidligi bo'yicha tarix orqali bugungi ibrat qilgan. Inson haqida, hayot haqida cho'nqur qarashlarini ifodalagan. Ajoyib jalbkor voqelik orqali asar syujetini qanot yoydirgan. Yuksak badiiy mahoratning mahsuli bo'lgan. Kishiga o'zgacha ta'sirot beradigan Niyoz Hekimbay, Kepak Darvish qatorliq yig'oni personajlar obrazini yaratgan. Uningdan boshqa romanning tasvirlash, bayon qilish, til ishlatish, qurilma o'rinlashtirish mahoratlarimi nihoyatda ustun. Romanning eng cho'ng muvaffaqiyati Niyoz Hekimbay, Kepak Darvish qatorliq personajlar obrazida gavdalandi. Niyoz Hekimbay quvluq, shumluq bilan suiqasd va hiyla mekrda tangdish yo'q bir odam. Uning uchun o'rin va martaba o'z hayotidanmi aziz va qimmatlik. Uningcha vafo va sadoqat deganlar yashash iqtidori bo'lmagan yaramsiz odamlarning o'ylab topgan narsasi. O'zining mavjud bo'lib turishi uchun boshqalarning hayot yo'lini kesish Niyoz Hekimbayning o'zgarmas hayot mantiqisi. U razillik va munofiqlikning jonliq tipi. Yovuzlik va qonxo'rlikning kam tepiladigan ulgisidir. Uning uchun dunyoda eng qo'rqinchli narsa haqiqat va adolat. Dardman bechorlarning o'z-o'zini tushunib yetishi. Yozuvchi uni mohiyati tubdan o'xshash bo'lmagan ikki xil ziddiyat qaynamiga, ya'ni emgakchi xalq va o'z kushandilari bo'lgan to'qinishlar eqimiga tashlaydi. Natijada Niyoz Hekimbay bu shafqatsiz elishishda orzusining aksicha ikkili safda o'xshashli mag'lub bo'lib, o'zining jinoyatlik sharmanda hayotini yirginishlik o'lim bilan oxirlashtirdi. Kepak Darvish xalq va uning g'oyalarini hammadan a'lo biladigan, bu yo'lda umr bo'yi izdinish va riyozat chekishni vijdoniy burchi hisoblaydigan, xalqning taqdiri va kelajagidan boshqa hech qanday g'am, tashvishi bo'lmagan halol bir odam. U hayot tushunchasi keng, turmush bilimi cho'nqur, hamma narsaga o'zgacha qaraydigan, har qanday murakkab voqea hodisalarning sir, hikmatlarini o'zining sodda fikr, muloyizlari bilan ro'shan yo'ritib beralaydigan alohida aql egisi. Kepak Darvish bilan Niyoz Hekimbay obrazlari adabiyotimizda hozirgacha qalamga ilinmagan. Prozimizda hech qanday badiiy iznosi bo'lmagan butunlay yangi obrazlar. Ularni avtor o'zining mahoratli qalami bilan adabiyotimizga birinchi bo'lib elib kirdi. Abaydulla Ibrohim buningdan boshqa yana drama ijodiyati bilan shug'ullanib, Nozigum dramasi, kino ssenariysi ijodiyati bilan shug'ullanib, Sirli karvon ssenariyisini yozgan. Uning Arab yerim oroli, Chavshan, Yaponiya, Amerika va Yevropa allari qatorliq allarga qilgan ziyorati asosida yozilgan ziyorat xotirlarimi nihoyat yaxshi yozilgan bo'lib, jamiyatda kuchli ta'sir qo'zg'adi. Abaydulla Ibrohim ijodiyatida alohida tilga ilishga tegishli bo'lgani shuki, u yana sayohat xotirlarini asos qilgan xotira adabiyoti ijodiyatidami gavdalik natijalarni qo'lga keltirib, Uyg'ur adabiyotidagi bu yangi adabiy turning taraqqiyoti va muvaffaqiyati uchun gavdalik tuhfalarni qo'shdi. Muqaddima. Ajoyib ish. Yusufga birodarlari quduqdan o'rin berdi. Yotlar bo'lsa dilidan o'rin berdi. Birodarlar uni masxir qilib pulga sotdi. Zulayxa uni suyib setib oldi. Muhammad Niyoz ibn Abdul G'afur. Ko'z oylari tun bilan tong giralishib turgan chog'. Ko'k gumbizi pokiz tozalangan qora shishidek tiniq. Na bulutdan, na tumandan asar yo'q. Chetiga ko'z yetmaydigan osmon sathini bezigan yulduzlar son-sanoqsiz oltin tugumlardek jimirlab turadi. O'lik ajdahodek so'zilib yotgan to'piliklar, egiz-pas edirlar ustida oq tikan, yulg'un, qo'mush va yontoq dovulari xuddi piyozliqdagi qaramchiqdek tugilib ko'rinadi.
yaqindimu, yiroqdimu ko'zga tashlandig'ini qora palosdek qorayib turgan simin. Yulduzlik ufuqqa tutishib ketgan do'ngliklar bir-biriga bosh qo'ygan. Timtoz tomuz gullari qo'raylar orasida bo'z to'piliq tekshilikda quyruqini xoda qilib chepib yuradigan kaslanchuk salmalar tong oldidagi shirin uyquning payzini surib yoki ehtiyot bilan harakat qilyaptamdu, ish qilib qorong'ulik bilan qo'rishalgan unsiz dunyoda hech bir tevish anglanmaydi. Nar to'gining lo'kisidek yaqin ikki dong orasidan yulduz sho'lisida emas, 14 kunlik to'lin oyning yo'riqidimu osonlikcha ko'zga chiliqmaydigan agir to'qay chig'ir yo'l o'tadi. To'lin mangan yo'lovchining sezgisidan o'zini yoshirolmaydigan bu chig'irda 14-15 yoshlar chamisidagi bir o'g'il bola tinimay, tamtirmay kelyapti. Uning qo'lida tayoq, yuklangan qoqshalning ko'pligidan qum yuzidan oyoqlari oran ko'rinib qolgan chambul eshak butkul olamning eg'irligini yudib kelayotgandek eg'ir pushuldaydi. Uzun quloqlari suvga chilangan lotidek salpiyib, burun to'shiki cho'ngiydi. Sag'risiga tarsildab tegayotgan tayoqqa pisand qilmasdan goh-goh bir izda to'xtab oladi. Bola eshakka hayva qilg'ash po'tisini chekib qo'ydi. Ba'zida jindek to'xtab elib tuvanga engishidi-da, cho'ruqining yipini chingitib elib, 10 qadam uzab ketgan eshikining kaynidan kech qolgan bozorchidek yugurdi. Tez mojani berim. Echirqan taxingni bo'lsimi o'yla. Uyga beribla haqqingni olasan. Bir bog'lam bedini pak-pakiz yevitsan. Shundaq, o'zing yolg'iz yesangmi, taxing bilan birga yesangmi, ixtiyor o'zingda. Keyin yana shaharga mangamiz. Atiganlik bozorga ulgurimiz. O'tin obdan pul bo'lsa, balki bo'g'izmi ep berman texe. Eshak dong orasidan qumluqlardan o'tib, mahalla bilan jangalni ayirib turadigan parcha soy yo'liga tushganda, org'inliqi birdili ko'tarilib qoldi bo'lg'ay. Qil yo'rg'idek siliq yo'rg'ilashga boshladi. Bola eshakning bir tarzda olmishayotgan orqa oyoqlariga qarab, meni verishdan zerikkan bo'lsa kerak. Eshikni oldiratqach osmonga qardida yulduzlarni sanashga boshladi. 1 2 3. U turibli sanoqdan ozdi. Barmoqlari bilan ko'zini dalda qilib, har bir jup barmoqi orasidagi yulduzlarni bir doiraga ayirdi-da, sanoqni 100 ga, hatto 1000 ga yetkazdi. Ondan o'ziga tunish bir ohangda g'ingshidi. Bola shu mengishida mahallaga yaqinlashib qoldi. Oldi bilan bo'yoqchining egiz xodiga esib qo'ygan qora matosidek yeyilib turgan daraxtlarni ko'rdi. Ondan mahalla yo'lining og'zini tepib oldi. Mahalla jangalga o'xshamaydi. Havo bel qo'rg'udek sovuqmi emas edi. Ko'chalarda yer beg'irlab laylab yurgan oq tikan yoki yo'lg'un qoqshilining isidi dimoqni g'idiqlaydi. Bomdodga azon chiqadigan chaq bo'lib qolgan. Ovozi burg'uy ovozidek bom va so'zuq chiqadigan qeri xo'rozlarmu, chillashni andil o'rgangan cho'jiq xo'rozlarmu xuddi baslashgandek chillashmoqda edi. O'lguchiga qiyib qolgan ishik faryod solgandek g'ichirlaydi, taraqlaydi. Cho'chib uyg'ongan sagak ishlar to'xtamay qavaydi. Bola ketib etib, cho'nglari shehidlik deydigan cho'ng zaratgohlikning yenidan o'tdi. G'uva oqirib turgan xodilarga esilgan to'lum va tug' alamlarga qarab qo'ydi. Hayotlikning ikkinchi, yo'q, oxirgi makoni bo'lgan bu sirliq joy bolaga obdala tunishlik bo'lsa-mu, ammo xiyli qo'rqinchli edi. 7 ketman to'pi tashlanishi bilan boshlanib ketadigan savol-so'roqlar uning quloq tuvida jaranglaydi. Farishtalarning eg'ir gurzlarining zarbisida pora-pora bo'lgan murdalar. Qon sho'rg'uchi qurutlar. Cho'g'dek qizil tilini pildirilib turgan chor yilonlar va ollaqanda qishayotullar uningga yaqinli yerda turadi. 1 yil burun bu yerdan dal mushundaq chog'da o'tib edi. Uning teni jo'g'uldab, a'zoyiga titrak o'lashdi.
Lekin amal qancha? Hayot uchun zarur bo'lgan bir burdindan, bir tiyin pul taqozosi bunda qo'rqinch, vahima ustidan oxir g'olib keldi. U bu yo'ldan mengaverib, keyincha odatlanib ketdi. Timtos jangal yo'lidan qandoq mingan bo'lsa, bu yerdan mu shundoq mengaveradigan bo'ldi. Bola zaratgohlikning u tarafidagi quyuq sedi bilan purkinib turgan xoniqadan o'tib olsalar, uyiga yetganmi bo'ladi. Lekin cho'nglarning aytishicha, bu sedilarga yomishib ketgan qilin mondor to'zg'oqlari orasida haqiqatan jin bor edi. Kimdir mushi yerda qoqoqlab kulib turgan qip-yalang'och ayolni, kimdir chochlari cho'lg'an qizil ko'zlik olvostini, yana kimdir oy yuzlik Parizatni ko'rgan edi. Bundaq rivoyatlar uningga yodi bo'lib ketgan bo'lsa-mu, u qo'rqqan naqshi to'labdi degandek, eg'iziga kelgan bir naqshini o'llik o'qib naqshi tugigacha xoniqadan o'tib olmoqchi bo'ldi. Lekin dal shu chaqda uning quloqiga kichik bolaning engalab yig'ilgan ovozi kirib qoldi. U eshikni to'xtatdi, o'zimi to'xtadi. Hamma tevishlarni sezgusidan saqit qilib quloq soldi. Yig'i ovozi xoniqaga yiqilib bir yerdan kelavatdi. Tangtig'i yo'rmagan bo'lsa, xuddi yer tepilmagandek bolasini bu yerga akilib yig'latqani nemasi? Bola uyiga oldiravotgan eshikining cho'lurini bo'shatdi. O'zimi ixtiyorsiz oldiga siljidi. Bola engishib sinchilab qaradi. Sedi darixi tuvidagi sarg'ayib ketayotgan chinliqda paxtaliq sargas zokiga o'ralgan bir buvoq zaif ovozi ingrab yotadi. Zoki beshida qaytib ketgan ishki zag'ri turadi. Bolaning yuragi qort qilib qoldi. O'pkisi o'rildi. Qo'rqinch ichida to'rt atrofiga ko'z yugurdi-yu, hech kimni va hech nimani chiliqtira olmadi. Hayol o'tmay uning qo'rqinchi hayronlikqa almashdi. Ko'zlarini o'ylabmi boqdi. Oxirida "Bu kimning bolasi? Kimning bolasi deyman? Nimishqa un chiqamaysizlar?" deb to'g'lidi chin qilib turib. U bir qancha qitim to'g'ligan bo'lsa-mu, atrofdan to'g'lig'iniga tushliq hech qanday sado chiqmadi. Zaratgohlikning yumaloq gumbazlari, to'q shadilar bilan to'lgan osmonimu hech bir shabi bermadi. Uning inchga, yong'riq ovozi olvosti uvisidek salvorab turgan sedi shoxlari orasiga qoramtul osmonga singib ketdi. Bu vaqt yanili yig'lavatadi. Xolis hamroqqa yoki shafqatchiga yo'liqqanini sezib oldimikin, yig'lab etib demi kesilib qoladi. Shafqatchining sovuq qo'llari yuz ko'zlarga yenik tekkanda bo'lsa, yig'isi texmu avjiga chiqadi. Bu yig'i yurakni ezadi. Bola po'tisini yeshib o'tin ustiga tashladi. Bu vaqtni avaylab ko'tardi. Zakini kurak juvisining mo'ylari orasiga oldi. Bola qo'nirab, qiyisib qolgan eshikni puti bilan ishtirib uyga kirib keldi. Bu chaqda 50 bora bormayla mo'kchiyib ketgan dadasi ivriq tutgan holda paygohda turadi. Mana endi o'g'lim qaytib keldi. O'g'li butun dunyoning xuvliqini akelgandek xushal bo'lgan ota o'g'lidagi intayin nozik va kichik bir o'zgarishga diqqat qilmaymi qolmadi. O'g'li burun har qitim jangaldan qaytib kelganda o'z mehnatini ko'z-ko'z qilgandek o'ylig'i kirmayla cho'qan soladi. Dadasi xoh tarat ilayotgan bo'lsin, xoh joy namozda o'ltirgan bo'lsin, chiqib eshakning cho'lurini qo'liga olmaguncha o'ylida turibla oladi. Bugun o'g'li boshqacha odam bo'lib qolgandek uyga jimjitlik kirib keldi. O'ylining qorisini ko'ra-ko'rmayla dada deb tovlashlarmi? Polti kakilarini taraqlatib, o'ylini beshiga kiyishlarmi olli qayoqlarga g'oyib bo'lgan edi. Bu hol otini taajjubga soldi. Bo'y taajjub dengizida g'ulash tashlab qirg'oq izlayotganda, birdan dengiz osmonida chaqmoq chaqilgandek, butkul dengiz davolg'ib ketgandek bir mo'jiza yuz berdi. Balaning issiq bag'rida uyqusini tugatgan bu vaqt
o'ziga notunish bo'lgan bu oilaga tunishlik bermoqchi bo'lgandek qiyqas silib yig'lavatdi. Tuyuqsiz anglangan yig'i ovozidan cho'chib ketgan ota qo'lidagi ivriqni yerga tashlavatgili tasliq qildi. Yoshang'irib turadigan ko'zlari cho'chakdek yo'g'on echildi. Dada, qarag'ina, nima degan o'moq bola bu? Mo'ri beshida ispirkib turgan qora chiroqning g'irimsan yo'rg'i zakidan beshi chiqib turgan buvoqning chiroyida jilva qiladi. Uning bir tal jinasidek qizil og'zi, jigdidek burni, tum, ko'tmak qoshlari, piyoz po'sidek vilildab turgan terisi xeyli aniq ko'rinadi. Ota buvoqqa zo'q bilan qaradi. Butun dunyoning sirlaridan, hayot tashvishlaridan bexabar g'uborsiz ko'zlariga tikilib kulimsiradi. Yuragini bir xil tatliq sezim chulg'ib oldi. Buvoqning yuzini yirik barmoqlari bilan silab qo'ydi. Bu g'eyribona uyda yangi hayotlikning nuroniy chiroyini ko'rmagili. Kishining mastligini keltiradigan yig'i ovozini anglamag'ili qancha yillar bo'ldi, ha? Biroq uning bunday tuyg'usi uzoqqa bormadi. Ota nimanidir esiga olgandek bo'ldi-da, o'g'lidan so'radi. Bu buvoq kimning o'g'lon? Kimning bo'ladi? Albatta bizning dada. Bizning? Ota o'g'lining ko'ziga mixda qadilib turib, savolini davomlashtirdi. Uni qayerdan akalding? Xoniqaning yenidan tepib oldim. Maviyada 2 zarmi bor tehi. Xoniqaning yenidan? Zaratgohlikdanmi? Otining yuragi og'di. Shundoq dada, kelayotsam bir buvoqning yig'ilgan ovozi qulog'imga kirib qoldi. Basam, u sedi tövida yetibdi. Beshida 2 zag'ri turibdi. Varqirab baqdim, hech kim mening demedi. Tepib olgan o'zling, qog'i cho'qilgan ko'zlingda. To'limu qo'rqinchliq, vahimalik bir xayol otining ko'ngil ko'lbisiga shundoq tezlik bilan usib kirdiki, u butun surik bir bombaga aylandi va bu bomba shiddat bilan portlab, butun vujudida silkinish paydo qildi. Vabodan qochgandek kayniga 2 qadam dojidi. Titrab turgan barmoqini, kichikina ko'zlarini mo'ldiriltib turgan buvoqqa chinab turib varqiravatdi. Bu tun bolasi shun bola. Uni nereden akelgan bo'lsang, shu yerga opirvat. Otisining o'ylamagan yerdan chiqargan bu hukmidan bola g'angirabli qoldi. Uy ichini ko'ni tugmandek tintasliq qopladi. Faqat zoki ichidagi buvoqlar bu hukm va tintasliqdan bexabar holda iqa amdili suzilishga boshlagan g'amsiz ko'zlarini to'risqa jinchiroqqa tikib kimnidir izlaydi. Og'zini o'ngchaytib yenik ingrab qo'yadi. Bola aqliga kelgandan buyon dadasining o'ziga yoki ko'z yumg'iniga 6-7 yillar bo'lgan marhum onasiga bunda qattiq muomala qilganligini zodila aslayolmaydi. Durust. Uning otasi bag'ri yumshoq, kuyimchan oti edi. Umr bo'yi boshqalarga xayrxohlik qilib kelgan. O'zgalar uchun muhabbatini, shafqatini oyimaydigan sodda oti edi. Endi o'zining tosh yuraklarcha tashlab etilganini, egisiz yetimligini bilmaydigan, kimlarningdir insoniy muhabbatiga, parvishiga muhtoj bo'layotgan bir narasiligimi shuncha vala rahimsizlik qilgan bormi? U otasining so'zlariga ishonmayli qo'ydi. Birov qimmatlik narsasini tortib olmoqchi bo'lgandek, buvoqni jo'sining ichiga mahkam yo'shirdi-da, tunji qitim dadasining xohishiga zid maydonga o'tdi. Yo'q, opuratmayman. Opurvatsak, bu buvoq yolg'iz qoladi. Otining arvohi pushdi. Xalqning pushti uchun o'ziga bo'yintovlik qilgan o'g'liga ochiqi keldi-da, buyruq ohangida yana dedi. Opurvat degandikin, opurvat. Bo'lmasa, yo'q, bu odam bolasi tursa, nima deb opurvat kudayman? Ota zarda bilan qo'lini silkidi-yu, yana o'g'liga qarab beshini chayqab qo'ydi. Uning bilan tirkishib qilishdan o'zini tortib, tarat elib joy namozga o'ltirdi. To'nglikdan yo'rayotgan osmonning ko'p-ko'k bir parchasi ko'rinib turadi. Bu namoz vaqtining o'tib ketayotganligidan bishorat berguchi alomat edi. U namoz bomdetdan keyin oytal kursini bir qancha qitim takrorlaydi.
atrofiga qarab sut ko'shladi. Chunki shu topda uning uyida shum bola bor edi. U o'lgan onaning qornida ketgan buvoqning go'r ichida tug'ilib qabr beshiga chiqadiganligiga, yig'lab haqish qilib tiriklarga shumliq tilaydiganligiga, yo'ruq dunyoda hayotli qoladigan inson orasida baloyi ofat paydo qiladiganligiga shaksiz ishonadi. O'g'li akelgan bu buvoqning shum bola ishkanligiga gumon qilmagan edi. Yoshlikning bangbash sezgisiga tayinib nikohsiz tug'ib qo'ygan bolasini masjidlarga, do'qmushlarga, pulliq oilalarning ishga oldiga qo'yib qo'ydigan bequvul onalar ozmi? Yo'q. Ular har qancha bo'lsa-mu o'z yurak porisini mozorga tashlab etmaydi. Bu jazman shum bola. Döperilar inson orasiga avatgan ofat. Biroq u endi nima qila olsin? O'zining ota buvisining buvoq chaqlari bo'lgan. Buni o'g'limi bir chaqlada ko'zlarini mo'ldirlatib, tun-tunlab yig'lab chiqadigan buvoq edi u. Onasidan vaqtsiz ayrilgan. Turmush xuvliqini ko'rmagan. Faqat otalik mehriga qarashliq bo'lgan yolg'iz o'g'lini endi bu buvoq bilan qo'shib uydan qo'g'lab chiqarsinmi? O'z tuproqini, qabrisini yo'qlab, ajdodining chirig'ini yondiradigan yolg'iz o'g'lidan ayrilsinmi? Teriydigan olaqonchilik yeri. Haj-xarajatini qamdaydigan biror hunari bo'lmagan bu oilani mushi yolg'iz o'g'il o'tin to'shib setib ko'kiltayotmandi. Endi uning rayini qaytirish, yurak sevgisi qilish mumkinmi? O'ylagan seri uni yig'ib bosdi. Dili yumshab, vujudi eridi. Namozdan forig' bo'lib buvoqni avaylab qo'liga oldida o'z bolasidek bag'riga bosdi. Shu an uning otalik mehri kalkundek davrab, insoniy tuyg'usida zilzila paydo qildi. Ko'z jiyaklaridan teshib chiqqan issiq yoshlari totrangu mag'zini hul qildi. Qo'shni mo'maydan tilab kirgan qo'l sutini sho'rtildatib emib to'ygan buvoq otining tuklik maylisiga choplashqinicha uyquga ketdi. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Abaydulla Ibrohimning Xinjiang xalq nashriyati tarafidan nashr qilingan Dog' nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglaysizlar. Qanefqılar, pekirni yod ko'may, gapinglarni qilaveringlar. Hayvon tuyoqdan, odam quloqdan samiraydi degan gap bor. Musha bahanda men quloqimni bir samirtib olay. Aqllardan odishiblar darvish. Qip-qizil soronliq bu. Darvish deganning o'ngi bo'landi. Darvish ota, bizni to'liq qildirlatmay, qalandarxonaga ketib olsa qandaq. Taqdiringlarga tiklangan qora ofatdan ogoh bo'linglar. Pal oxirida taq urib qolganligi cho'ng nasibdan bishoratdir. Kuchli bir dushman yurtinglarga yuburilib kelib yetibdi. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon, ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin, mas'ul muharrir Ilhom Mahmud, Abdurasul Abdurahim, bosh nazoratchi Gulbahor G'upur.